Termizga to'polon suvini kelishini ko'p gapiramiz, faxr bilan tilga olamiz. Bir piyola choyni, ichimlik toza suvni qadrini ro'zg'or boshida turgan biz onalar yaxshi bilamiz. Men 1971-yilda birinchi marta Termiz shahriga kelgandim. O'sha paytda Termizimiz juda ham chang ko'chalar, kamida 2 qavatli ko'p bo'lsa 2 qavatli uylar, suvlari sho'r, yopiq shahar edi. Hozirgi kun bilan taqqoslasak, hozirgi Termiz shahrimiz yer bilan osmoncha farqi bor. Hozirgi kunda Termizimiz keng ravon ko'chalar, baland ko'p qavatli uylar, zamonaviy binolar qurilgan. Bugun kranni shunday ochganimizda toza musafo suv kelganini ko'rib, har bir xonadonga fayz barakat kelganini ko'ramiz. Quvonamiz. Bu suvdan biz benihoya xursandmiz. Chunki uglevorodlarga boy, shirin, toza ichimlik suvi hisoblanadi. Bu suv oddiy ichimlik suvi emas. Bu prezidentimizning xalqimizga bo'lgan mehri